Kecha, bugun, ertaga. Kecha o'tib ketdi, Alloh kechirsin. Kecha men ham kecha bola edim. Hozir 80 ga kirgan otadan so'rasa, "Ya, men ham kechagina bola edim" deydilar. O'tgan umrimiz go'yoki kecha. Ertani Alloh biladi. Ertaga kim bor, kim yo'q Alloh biladi. Bisotimizda bugunimiz bor, hozirimiz bor. Bugungi kunni g'animat bilib, kechagi kunni tavbasini qilib, ertangi kunni yaxshiligini so'rab yashash, mana bu bizning yo'limiz. Reja qilamiz. Rejalarni qiling, 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik rejalarni qiling. Lekin o'lim esdan chiqmasin. Ertaga o'lib qolaman-ku degan ishonch ham bo'lishi kerak. Maqsadlarni qilamiz. Katta-katta rejalarni oldimizga qo'yamiz. Lekin ayni paytda o'lim esdan chiqmasligi kerak. O'limni esdan chiqargan odam yaxshilikdan uzoqlashgan odam bo'ladi. O'lim esida turgan odam yaxshilikka shoshiladi.